So'ng ayol aytdi: "Ha, esladim." U inkor qila olmadi, chunki u ikki farishta qarshisida edi. Farishta: "Qoldirib ketgan namozlaringni eslayapsanmi?" dedi. U jim qoldi. Keyin yana: "Men buni eslolmayman" dedi. Unga yana ko'rsatiladi. O'sha kun, o'sha vaqt. Ayolning aytishicha, u xuddi o'tgan hayotini ekranda ko'rib turgandek ko'rar edi. U asr namozini tark etgan edi. Ayol aytadi: "Men uyda ish bilan band edim. U ish bilan mashg'ul edim, taom tayyorlardim. Asr vaqti keldi, lekin men uni o'qimadim. Va asrning vaqti o'tib ketdi. U nima deyishni bilmay qoldi. Keyin esladim" dedi. So'ng unga 3-marotaba yana bir surat ko'rsatildi. Farishta so'radi: "Buni kimligini bilasanmi?" dedi. Ayol: "Ha, bilaman. Bu mening yaqin dugonam yoki dugonalarimdan biri" deb javob berdi. Shunda farishta unga: "Eslaysanmi falon kuni, falon vaqtda sen uni g'iybatini qilgan eding. Boshqalarga yomonlab gapirganding." U jim qoldi, hech narsa deya olmadi. Chunki ikki farishta hamma bo'lgan voqeani uning ko'z oldida ko'rsatib turgan edi. U qattiq qo'rqib ketdi. "Tamom" dedi. "Hammasi tugadi. Agar bularning hammasi menga ko'rsatilayotgan bo'lsa, demak men halok bo'ldim" dedi. Chunki u endi aniq bilardi. U vafot etgan edi. So'ng ayol aytdiki: "Ko'zlarimni ochishimdan oldin oxirgi narsa meni juda qattiq qo'rqitib yubordi. Men qo'rqib ketgandim, nima qilishimni bilmay qolgandim. Menga 3 ta narsa ko'rsatildi. Men peshin namozini qoldirganman, asr namozini o'qimaganman, dugonam haqida g'iybat gaplarni tarqatganman, bo'xton qilganman." So'ng farishta so'nggi bor: "I'mali li akhiratik. I'mali li akhiratik. Oxirat uchun amal qil. Imkon qadar oxirating uchun harakat qil" dedi.